Ko'pincha savdoni birinchi yil boshlagan treyderlar o'zini stop-losslarini bir xil joylarga o'rnatishadi. Bu agar stop-loss bilan ishlaydigan treyder bo'lsa, chunki shu kungacha stop-losssiz ishlaydigan treyderlarni juda ham ko'p ko'rganman. Afsuski, shu paytgacha hech qaysi yetib kelmagan. Katta depozit bilan ishlaganlar bor, o'zini strategiyasi bilan ishlaganlar bor, kichkina lotlar ochganlar bor, lekin qarabsizki, baribir ham vaqt o'tgan sari hammasi o'yindan chiqqan. Qo'pol qilib aytganda, stop loss har doim qo'yish kerak. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Ko'p treyderlar taxminan kelinglar shu grafikni oldim. Euro out более-менее так to'g'ri keladi. Men bu joy hali yo'q deylik. Mana shu joy yo'q. Men bitta urovень bor. Mana men bitta kuchli urovень bor. Mana shu yerdan bayga kirishadi ko'plar. Yana men bitta bay qilib qo'ydim. Stop lossini albatta urovenyni, ya'ni darajani orqasiga qo'yishadi. Mana stop loss bu yerda. Bu to'g'ri, buni noto'g'ri demayman. O'zi qoida bo'yicha shunaqa ishlash kerak. Lekin shuni bilinglarki, bozorni robotlar boshqarmaydi. Bozorni odamlar boshqaradi, yirik o'yinchilar. Endi market makerlarmi, yana qanaqa deysizlarmi, farqi yo'q. U odamlar ko'plari juda ham aqlli odamlar. Psixologiyani juda ham yaxshi biladi. Mana shu bizani psixologiyamizni, biz qayerga stop loss qo'yamiz, qayerdan bitimlar ochamiz. Lekin plus tomonimiz bor. Aynan treyderlarni biz ko'pmiz. Ular hammani bittada olib keta olmaydi pulini, ya'ni stop lossini urib keta olmaydi. Endi grafikga qaytsak, mana shu yerda daraja bor. Stop lossni urdi. Ko'plar g'alaba qiladi, nimaga meni stop lossim uradi? Bu endi psixologiya, hozir shuni ya'ni ikkinchi marta tushuntirib o'tirmayman. Ko'p holda, har doim ham demayman, ko'p hollarda urovenyning orqasida, o'sha darajaning orqasida order blok turadi. Endi smart money yo'nalishi o'zi. Mana shu yerda order blok. Aynan shu order blokka kelib turib, dalshi tepaga ketadi. Order blokka keldimi, demak stop losslarni olib bo'ladi. Men sizlarni stop lossinglarni ko'pincha shu yana ahamiyat beriladi. Yana urovень bormi, urovenyning orqasida tarixni har doim ko'rishinglar kerak. Chunki tarix takrorlanadi. Bu birinchi qoida. Stop loss mashina orqasiga qo'yish kerak. Endi o'zimni variantimni aytaman, qanaqa turib ko'p holda men ishlayman, qanaqa turib stop losslar qo'yaman. Bu variantlardan biri. Xo'p, xuddi shu hol, mana bu narsa yo'q. Tasavvur qilamiz, 0.1 lot bilan kiryapsizlar, 0.10 lot. Endi hamma har xilcha 0.10 lot. Xo'p, mana shu yerdan bitim ochinglar. Chunki mana shu yerdan kelib turib, mana shu yerga kelib turib, narx tepaga qarab ketib qolishi mumkin. Agar ulgurmasanglar bitim ochishga, to qaysidir tomon bilan baribir ham azgicha bo'lsa ham alam qiladi. Shuncha analiz qildinglar va bitimga kira olmadinglar. Mana shu yerdan bitim ochinglar, xo'p. 0.02 ochinglar deylik, qaysidir qismini tayyorlaninglar, что narx yana ham pastga tushishi mumkin. Bu yoqdan yana bir marta bitim ochasizlar. Buy limit qo'yasizlarmi bilmayman. 0.03 ochasizlar. Уже 0.05 bo'ldi общий. Va mana shu 3-daraja, endi mana shu order blok turgan joyda eng kattaroq o'sha lotinglar bilan kirasizlar. 0.05. Общий qarasanglar, baribir ham 0.10 lot, mana shu 0.1 lot turibdi bu yoqda mana. Stop lossni endi qaranglar. Mana mashina ochdinglar, 0.02 ni где-то mana shu yerga qo'yasizlar-da. Как обычно mana shu o'zingizlar qo'yadigan joyga qo'yasizlar, mana shu 0.03 turgan joyga. Bu yoqdan yana bir marta kirasizlar, 0.03 ga sal mana tezroq qo'yasizlar va 0.05 ni как обычно mana shu eng oxiriga, eng tagiga qo'yasizlar. Da, bu stop lossni ham urish imkoni bor. Lekin ishoninglar, bu naqa tez bo'ladigan holat emas. O'zimning tajribamdan kelib chiqib sizlarga aytayman. Bu hozir sizlarga variantlardan birini aytdim. Shunaqa turib ishlab ko'ringlar, keyin natijasini ko'rib albatta e'tiboringlar.